إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا لا تنال الرائب، لديك وإلا لا قرار يطيب لي، عليك وإلا لا تسيل السواكب. إليك وإلا لا تشد الركائب. Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar, Nabiy sallallohu alayhi va sallamga durud salovatlar bo'lsin. Nabiy sallallohu alayhi va sallam dedilar: kim bir ro'zadorga iftorlik qilib bersa, uni ajrichalik ajr oladi. Biz mana bu hadisga binoan muborak oyda va muborak joyda payshanba 20-Ramazon kuni 1946-hijriy yilda G'azo ahliga guruch va go'shtdan iborat bo'lgan taom tarqatishga muvaffaq bo'ldik. Xabarlar borki, bugungi kunda G'azo qamal ostida va shunday qiyinchilik holatda G'azo ahliga yordam bergan birodarlarimiz Muhsin Xayriya fondi orqali muborak Shom va Falastin yerlarida Imom Buxoriy avlodlari, Abdulloh O'zbek va boshqa birodarlarimiz tomonidan qilingan xayriya ihsonini tarqatyapmiz. Alloh ularning moliga, ishlariga barakat bersin. Alloh barchalardan rozi bo'lsin. Solih duolarda unutmanglar. وفيك وإلا فالرجاء مضيع، سناك وإلا فالبدور غياهب، لديك وإلا لا قرار يطيب لي، عليك وإلا لا تسيل السواكب. Xabarlar borki, bugungi kunda zolim bosqinchi yahudiylar yana o'z bombardimonlarini boshladi. Qamal ostida qolgan, juda qiyinchilikda qolgan, qiynalayotgan aziz opa-singil va aka-ukalarimiz, ya'ni G'azo ahli juda qiyin holatda qoldi. Allohning fazli ila, Allohning izni bilan sizlar sabab ularga o'z yordamlarimizni Muhsin Xayriya fondi orqali yetkazdik. Alhamdulillah, bugungi kunda faoliyatlarimiz yana ham kengaydi. Faqatgina Shom va Falastin ahli emas, Afrika davlatlari ham qo'shildi. Mana bu Afrika diyorlari qo'shilar ekan, o'zingizlar bilasizlar, ularda ham holat juda ham ayanchli, juda ham qiynalgan holatda turishibdi. Mana bu Shom va Falastin va Afrika davlatlariga o'z yordaminglarni yetkazmoqchi bo'lsanglar, Muhsin Xayriya fondi orqali o'z yordaminglarni mana bu muborak oyda beriladigan zakotinglarni yetkazsanglar bo'ladi inshaalloh. Alloh subhanahu va taolo barchalardan rozi bo'lsin. Alloh mana bu muborak, barakatli oyda gunohlarimiz to'kilgan holatda, chaqaloqdek pok holatda chiqmoqligimizga tavfiq bersin, nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقبل الله رمضان مبارك علينا وعليكم إن شاء الله. تقبل الله منا ومنكم صالح العمل إن شاء الله. تقبل الله منا ومنكم صالح العمل إن شاء الله. رمضان مبارك علينا وعليكم إن شاء الله. تقبل الله منا ومنكم صالح العمل. أطفال الأيتام إن شاء الله. تقبل الله منا ومنكم صالح العمل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح العمل إن شاء الله. رمضان مبارك علينا وعليكم إن شاء الله. تقبل الله منا ومنكم صالح العمل إن شاء الله. اليوم إن شاء الله نحن في رمضان إن شاء الله. تقبل الله منا ومنكم صالح العمل إن شاء الله. دعاء إن شاء الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. تقبل الله منا ومنكم صالحا. رمضان مبارك علينا وعليكم.